bugun shogirdlarimga bitta gapni aytdim-da. Ko'p holatlarda qabulimga kelishadi-da, oyog'ida rosa kuchli displaziya ekan bolamni, palonchi massajistkaga, pistonchiga olib bordik, yoki bo'lmasam sizda o'qib ketgan ekan, shogirdingizga olib boruvdim, oyog'ida rosa kuchli displaziya dedilar. Rosa 2-3 kurslab massaj olishingiz kerak deb aytdilar, deyshadi-da. Men olib ochib ko'raman, hech qanaqa diagnozi yo'q. Hech qanaqa diagnozi yo'q bo'lsa, bolaga massajga hojat yo'q bo'lsa, men har doim aytaman, sizlarga massaj kerak emas. Yoki bo'lmasa onalar o'zligisi kelishadi-da, massaj olgisi kelyapti, bolasini gidrologiga solgisi kelyapti, diagnozi bormi kelishadi. Bolaning hech qanaqa diagnozi bo'lsa, massaj kerak emas. Agar oginglar kelsa, mayli olinglar, lekin sizlarda hech qanaqa diagnoz yo'q deb aytaman. Bilasizlarmi sababi nima? Agar men aldab bularni masalan bitta 5 yoshgacha bo'lgan bolani massajini narxi 100 ming so'm, 10 kuni 1 million bo'ladi. Men ularga kelinglar, olinglar